4 ishtirokchi dachiga qamaldi va endi ularning gapirishi mumkin emas. Kimda kim ularning orasida oxirgi bo'lib gapirsa, million so'm yutib oladi. Aman esa ularni gapirish uchun qo'limdan kelgan hamma ishlarni qilib, ularni juda ham qattiq qiynayman. Qani ko'ramiz, kim video oxirida g'olib bo'lar ekan. Bo'ldi. Bu videoda biza kim oxirgi bo'lib gapirsa yutadi challenge olamiz. Va ana endi sizlar turtinglar, kelsam bu yoqqa. Do'stlar, aynan bu video juda ham jo'ski bo'ladi. Chunki bu videoda mana tashqari hamma gapirishi umuman mumkin emas. Aman esa juda ham yovuz va ularni gapirishga majbur qiladigan darajada qiynaydigan hakam bo'laman. Va eng qizig'i bu haqida hali bolalar bilmaydi. Shuning uchun ham albatta videoni oxirigacha ko'ring, chunki bu video ancha buncha sizlarni hayron qoldiradi. Mani bolalar uchun tayyorlab qo'ygan narsalarim ko'p. Hozirda kelishib olishimiz kerak, bitta odamni gapirtirishga. Sardorga gapirtiramiz chunki IELTS 8 ingliz tilida. Ben nima bo'lar xursand? Voy, bugun mazza qilsam qiynayman. Bilasanmi nimaga? Nimaga? Chunki men hakamman. Sizlar gapirishinglar mumkin emas. Vobshe. Yo'q, bugun kun davomida kim gapirsa, mana shu challenge-da yutqizib, dachdan chiqib ketish kerak. Даже kulish ham mumkin emasmi? Yo'q, kulishman mana bunaqa. Tak og'iz yopib qo'y. Uyalib. Lekin ozgina chiqsa bo'ladi, kulayotganda faqat. O'ylashim bo'yicha hammalar tushundinglar va sizlarga rovna 30 sekund vaqt gapira olishingizga. Chunki bundan keyin 24 soat davomida sizlar umuman gapirmaysizlar. 30 sekund vaqt ketdi. Legenda! Stop! 3, 2, 1. Mana shu vaqtdan boshlab kim oxirgi bo'lib gapirsa, million so'm yutadi. Va mana shu katta dachada xohlagan ishlarni qilishing mumkin. Aman esa sizlarni gapirishga majburlayman. No, davaychi qolgan ishlarni qilinglar, men esa bularni qiynash uchun narsa o'ylashga ketdim. Bu birillarni qarang. Hozir to'g'risi gapirgan bo'lardi. Hech qachon gapirmayman. Ha, gapirmaysizlarmi? Ha? Stop. Oybek, videoga normalmi? Yaxshi ketyaptimi? Albatta. Assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshiman. Nimaga gapirmayapti? Odamlar shu paytda nima qilsin? Like bossinmi? Albatta. Like bosing. Ana endi mana shu paytda yil savoli. Oyingiz yaxshi ko'rasizmi? Takoy, hadish oson-ku. Nu hamal bo'lmasam bolalar sal-pal nimadir qilib yursin, aman esa hozir qaytaman. Bilasizlarmi nimaga bu videoga like bosishni shart bo'layman? Chunki meni kanalimdagi eng mashhur rubrikani bilsanglar kerak. Bu ham bo'lsa, kim qabrdan oxirgi bo'lib chiqsa yutadi challenge. Va bu videoning birinchi qismi 4,5 million prosmetr bo'ldi. Ikkinchi qismi esa 5,2 million. Bu meni kanalimdagi eng mashhur rubrikaga aylandi. Va men bu challenge-ni va'da berilgan 3-qismini chiqarmoqchiman. Va bu 3-qismida O'zbekistondagi eng mashhur youtuberlardan biri Komol Qahhorovni ishtirokchi sifatida chaqirib, uni men jo'ski qiynamoqchiman. Lekin buni men Komolga yetganimda ular menga shart berdilar va u shartni o'zingizlar ko'rib turishingiz mumkin. Mana Omonxon o'zini qabr videosiga chaqirdi. Yo'lda juda qiyin bo'ladi. O'shaning uchun qatnashishga mayli, faqat meni bitta shartim bor. O'sha shartni bajarsanglar, men videoda qatnashaman. Yaxshilab eshitinglar. Shu video 77 mingta like yig'ish kerak va mana shu video 20 mingta obunachi kelsagina men rozi bo'laman. Hammasini o'zim yaxshilab tekshiraman. Davayte eplolsanglar, eplinglar. Men agarda eplolsanglar qabr videosida qatnashaman. Let's go! Nutda o'rtoqlar, bu qiyin bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin Omonxon audiosi uchun bu juda ham oson narsa. Va agarda sizlar yana bir qabr videosini, ilon va yana boshqa har xil hayvonlar orqali odamlarni qiynashimizni ko'rmoqchi bo'lsanglar, ayniqsa Komol Qahhorovni xuddi Komol ketgandek ikkitagina shart. Birinchi sharti albatta like bosinglar, chunki mana shu videoga 77 mingta like kerak. Ikkinchi sharti esa obuna. Aynan mana shu videodan 20 mingta yangi obunachi kelish kerak. Chunki obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar o'rtoqlar 70% va ular obuna bo'lib qo'ysa, ulardan hech bola ketmaydi. Naborot, yangi YouTube videolarni ko'rishadi. Shuning uchun ham hozir obuna bo'ling, like bosing va tez kunda yangi kim qabrdan chiqsa yutadi challenge-ni navbatdagi 3-qismi Komol Qahhorov bilan birga davom etamiz. Ey Sardor, bu yoqqa kel. Hozir men seni yorib tashlayman PlayStation'da. PlayStation'dami? Ko'p garilayapti. Men buni so'yib tashlayman. Men PlayStation'ni qiroliman. Ular bir-birovni qiynab o'tiraversin. Men mazza qilib ovqatlanaman. Men borib uxlay qolaman. Bu gapirmaslikning eng yaxshi usuli. Qani ketdi. Tez bu videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Do'stlar, xullas hozir ichkarida Oybekka uxlashga tayyorgarlik ko'rayotgan ekanlar. Men esa Oybekka uxlagandan keyin uni qo'rqitib uyg'otaman. O'shandan keyin deb baqirib, challenge esdan chiqib, yutqizib, challengedan chiqib ketadi. Mametta qarab nima qotdi bular. Nima bo'pti? PlayStation o'ynayapti. Yaxshi ketyaptimi? Ozgina qoldi lekin.
Yutasizmi? Albatta yutaman. Okey. Eng qizig'i Maqsud qo'yapti. Qanaqadir o'yinchoq bilan ovqatyapti. Va qog'ozga shoshmay nima yozding? Mazza qonman. Demak shunda hozir og'zi band, ya'ni odam ovqatayotganda gapira olmaydi. Shuning uchun ham bu og'zini shunaqa band qilib chiqib jo'yib ketmoqchi. Bu hozir hamma narsani juda oson o'ylayapti menimcha. Nima ikkinchisida? Nimadir yana yozibdi. Bu meni yaxshi ko'rgan o'yinchog'im. Qaysi biri? Bumi? Oy. Menga bu yoqmayapti. Chunki hamma xohlaganini qotdi va как будто bir challenge oson tuyulyapti. Lekin unaqa emas. Chunki bu challenge ancha jostki bo'ladi. Shuning uchun ham hozir like bosinglar. Hozir bu yoqqa kelgan. Ketdan endi Maqsud qiynaymiz. Maqsud! Yo'q. Yo'q. Atela basiychiga tushib oldim. Kel. Qaytarib bering. Qara. Mana shu yaxshi ko'rgan o'yinchog'imda mana. Yaqinlashma. Mana. Shu ustingizga nima shu? Ana endi omonatlar basharasini ko'rasizlar. Mana. Bu sen yaxshi ko'rgan o'yinchog'im. Hadi, agarda hozir gapirsang buni yoqmaydi. Gapir. Yaxshi ko'rgan o'yinchog'imiz gapirish kerak, to'g'rimi? Gapir. G'oliblik qurbonlik talab qiladi. Va aytayotganda o'rtoqlar, bu video ancha jostki bo'ladi. Shuning uchun albatta videoga like bosib qo'yinglar. Mani jahlim chiqdi. Hali omonikidan alamimni olaman. Tishlab olaman seni. Normalni o'ynasang-chi. Pultim ishlamayapti mani. Егломаздин ойна, Джинни. Егломаздин ойна, Джинни. Коп, гапир, малава, лимонад, бабурелла, е. Maqsud o'zicha qaranglar xafa bo'lgandi mendan, qara. Gapir, mendan xafamsan? Men bu qilgan ishingiz uchun qasos olaman. Hozir ataylar battar qiynayman buni. Va eng qizig'i o'rtoqlar, hozir Oybek uxlab qolganlar va endi esa biz Oybekning oldiga boramiz va mana shu xilab pishgan qulog'ini tagidan portatamiz. Bilsanglar uxlagan odam hayotdan nima bo'layotgan esdan sal chiqib ketadi va "Oy!" deb uyg'onib gapiraveradi. Va shu bilan Oybekka chiqib ketadi ancha. Hozir uni ko'ramiz. Va Oybekning yonlariga borsam, mazza qilib uxlab yotgan ekanlar. Do'stlar, bu challenge uxlash mumkin emas, chunki qurrom. Shuning uchun buncha solaymiz. Gapiring! Nahotki qo'rqib ketgan odam gapirmaydi. O'xshamadi. Mayli Oybek, lekin yaxshi ish qiladingiz. Maqir o'rsangiz bo'lardi. Eng qiziq ham yo'qlar zarb bo'lib ketdi. Hali challenge tugasin, ko'rasan mendan. Uxlashga ham qo'yishmaydi. Nimagadir qornim och qoldi. Qani xolodilnikda yeyishga nima bor ekan? Hech bola yo'q-ku. Tepasida ham hech bola yo'q. Bu savam qo'rqib gapirmayotgan Maqsudjon. Hali sen xolodilnikdan ovqat qidirayapsanmi? Gapiraversa ovqat beraman. Zo'r idea ekan. Telefoning bering. Men senga hozir bitta restoranga telefon qo'yaraman. Dastlabchi bo'ladi-yu, takoy ovqat yetkazib beradiganga. Faqatgina sen nima ovqat yeyishini zakaz qilsang bo'ldi. Tushundingmi? Gapira olasanmi? Buni o'ylamayapti ham shosizlarmi? Chunki bilasizlarmi nimaga? Chunki agarda bu hozir "Allo, menga mana ovqat kerak" deb gapirsa, bu ching'ishni aytqizadi. Yoki shu ustiga qilaman deb magazinga chiqib, magazindan nimadir olaman desa ham gapirish kerak. Borib turib, desa ustidan kuladi hamma. Shuning uchun ham bolalarni ochlik ancha qiynaydi. Senga esa men hozir dastlabchiga telefon qo'yib beraman. Gudib ketyapti. Assalomu alaykum. Kim bu? Birga gapir. Allo. Uzr aka. Bu tuvoy nima gapirsang bo'ladi-ku? Nima, boshida telefon qilmoqchiman. O'rtoqlar shamoringni hozir yeb qo'yadi. Nima qilmoqchisan? Yandex Lavka? Voy! Mana shu joyni nimaga azgina o'ylamadim. Ilovaga kiraman va xohlagan narsamni zakaz qilaman. O'zlari olib kelib berishadi. Do'stlar, to'g'ri, mana shu joyni o'ylamabman azgina. Chunki Yandex Lavka orqali nafaqat taomlar, balkim do'konlarda bor, juda ham ko'p narsalar bor. Даже ovqatlar ham bor, do'stlar. Va bu Yandex Lavkadan istalgan usulda foydalanish mumkin. Ya'ni bu uchun gapirish ham kerak emas. Shunchaki narsani tanlaysiz, manzilingiz yetasiz bo'ldi. Va mana, davayta ta'mir yoqamiz. Uzoq 15 minut yetkazib berishadi. Va bo'lmasam ko'rib turganingizdek, vaqt ketdi. O'sha qarab tur vaqtga tezda Yandex Lavka bunga ovqatni yetkazib beradi. Sizlar ham foydalanishingiz mumkin bundan. Chunki bu juda zo'r narsa. Lekin bilasizmi nima? Meni kayfiyatim yo'q bo'lsa ham
ham men sizlarga yaxshilik qilmoqchiman. Ya'ni men sizlarga pul bermoqchiman. Ya'ni bu qanaqa bo'ladi? Buning uchun sizlar pastda qoldirilgan silka orqali o'tasizlar va Yandex.Lavkadan xohlagan narsani zakaz qilasizlar. Va shaxsan o'zim sizlarga 70 ming so'm beraman. Ya'ni bu qanaqa bo'ladi? Qaranglar. Yandex.Lavka ilovasiga kirasizlar va 140 mingdan oshiq istalgan narsa sotib oling. Masalan, mevalar, ovqatlar, uyga kerakli bo'lgan masalan, qanaqadir un, shakar yoki idish yuvishga masalan narsa qolmay qolgan bo'lsa, xullas bozorlik qiling va shaxsan men sizga 70 ming so'm beraman. Ya'ni Omonxon 70 promokodini kiritasizlar va buni evaziga 140 mingga olgan narsangiz rovna 70 mingga tushadi. Ya'ni 70 ming men o'zim nomidan sizlarga to'lab beraman. Va o'ylashim bo'yicha obunachalarim bu narsadan albatta foydalanadi. Shuning uchun ham albatta foydalaninglar. Shaxsan o'zim sizlarga 70 ming so'm berganda nimaga yo'q deysizlar? 20 minutes later. Ifsha keldi. Do'stlar, o'sha Yandex.Lavka keldi. Necha minut bo'ldi? 9 minut 10 sekund. Bu rekordmi bu? Eng qizig'i nima zakaz qildim? Katta to'g'lik burger bormi va baget. O'rtoqlar ko'rib turganinglardek Yandex.Lavkadan aql bilan foydalansangiz, qolgan och qolganda siz to'q yurasiz. Chunki anina qiynalib bozor yoki magazinlarga yoki restoranlarga bosh shartmas. Hamma narsani shunchaki o'tirgan joyingiz o'zida zakaz qilishingiz mumkin. Yandex.Lavkadan foydalaning va albatta men sizga bergan 70 ming so'mni qabul qiling. Va buning uchun esa opisiyaniyada qoldirilgan silka bo'yicha o'tasiz va Omonxon 70 promokodini ishlatasiz. Davayt o'rtoqlar o'tinglar chunki bu narsa men uchun juda ham muhim. Bizning video esa davom etadi. Bu paytda Bobrello bilan Sardor Shteyn futbol o'ynab o'tirishgan ekan. O'rtoqlar, men shuncha qiynasam ham hech kim gapira olmayapti. Eng qizig'i Maqsud men bitta madir qotdi. Nima qilsam? Men o'zim bularni gapirtirmoqchiman dotdi. Nima Maqsud mali des menga yordam bermoqchi. Davay. Bile, do'stlar ko'rib turganlardek deyishyapti. Ya'ni bu gapirish emas. Agar deyishganda ham gapirgan hisoblardi. Maqsud, qo'rqib ularni gapirtirasanmi? Yaxshi suv o'tibdi. Va xuddi shu paytda Oybek aka menga xalaqit berishmasin deb o'zlarini mashinalariga uxlash uchun borib yashamoqdilar. Nima bo'pti? Urush boshlandimi? Stop. Bularni urib gapirtirsa bo'ladi-ku, ha? Oxirganda deyaveradi, u chiqib ketadi. Va bo'lmasam ana endi men bularni urushga taylanaman. Yes sir. Bular. Qo'rqib ketdim, nima Bolalar, gapira olmaslik kerak, bilasizlar? Davay, erkakmisizlar? Davay, kimni press kuchli ekan, shuni sanab ko'ramiz. Obro'ga press bormi o'zi? Davay. Gapiring, og'riqdi, gapiring. Nimaga gapirmayapti bular? Yo'qki, Sardor, seni gani endi. Qo'shma. Yo'qki. Ustoz cheki uchun. Qornim. Mana bitta uray. Siz ham urasizmi? Buni urasizmi? Mana. Menga qolsa bir uydan urib. Stop. Avval men, keyin sen. Shoshma. Mana sizlarga yana perchatka. Bobrello gapni qo'zg'atdi. Boksga 6 marta borganman dotdi Bobrello. Uxlataman dotdi. Oy. Aniqmi Bobrello? Bo'lmasam bir martadan urish, agar siz urganingizda bular gapiraversa, men sizga 500 ming beraman. Agar siz gapirganingizda bular gapiraversa, men sizga 500 ming beraman. Ya'ni sizlar menga yordam bergan bo'lsangiz, davay. O'sh, gapiring. Endi mendan ko'rasan. Nima sizlar kun bo'yi shunaqa rostdan gapirmoqchi emasmisizlar? Qochib ketdi. Nima bo'ldi? Nima? Saunaga. Saunaga kirib qoldi o'rtoqlar. Buni qara chiqardi. Yordam deb gapirsang qo'yaveramiz. Nima yordam? Qamayli bo'ldi, chiqaramizmi? Kimdan batid urish? Men buni uraman. Meniki. Voy, nimaga bular gapirmayapti? Qamayli kelinglar. Bu paytda Maqsud esa Legolardan robot yasayotgan ekan. Endi urish navbati kimga edi? Sizgami? Voy! Ozgina qoldi, gapiraverardi, ko'rdinglarmi o'rtalarda? Menga to'g'rardi. Sekin yaqinlashamiz. Hozir bitta ishtirokchi chiqib ketadi va Bobrello bor kuchi bilan uradi hozir. Davay. Davay! Yomon qildi lekin. Ormadimi? Slabiyku bu. Bo'ldi. Ofitsialniy sizlarni mini challenge tugadi. Va tayyor turinglar. Hozir challenge boshlanadi. Lekin bolalar, ahamiyat qaratinglar. Sizlarda mikrofon o'rnatilgan. O'rtoqlar ko'rib turishingiz mumkin. Bilmasdan gapiraversanglar ham, kamera yo'qchida gapiraversanglar ham yutqizasizlar. Sizlarni eshitib turishibdi. Ana endi sen Sardorki. Hozir Maqsud ancha challengedan chalg'ib narsa yasatdi. Hozir uni buzib yuborganimizdan keyin aniq baqiraveradi. Yo'q deb. Qaranglar. Gapirmadimi?
Gapirmadimmi? Nima qilganingiz bu? Ha, Maqsudjon nima bo'ldi? Nima yasayotding? Nima bu? Bu? M harfiga kim ismi bor ekan, Maqsud? Aytgancha Maqsud M harfida. No, lekin yana boshqa chiroyliroq ismlar bordir M harfiga. Ot, qaysi ism siz uchun chiroyli ism M harfida? Kommentariyada yozib qoldiring. Men esa Maqsudni gapirtirishga harakat qilaman. Maqsud, gapirmaysanmi? Давайте. Hozir o'zicha bu ham madra qilib tursin. Biz esa hozir shu sirli qotgan Oybekani gapirtiramiz. Ya'ni bilasan nima qilamiz? Yangi olgan BMW i3 mashinasiga kraska sepib tashlaymiz. Va shunda aniq jana chiqib yig'lab baqiraveradi. Chunki yangi mashina. Va xuddi shu paytda Oybek aka bilan nimalar bo'lganini video davomida bila olasizlar. Hozir esa men bolalar uchun juda ham qiyin nakazani o'ylab qo'ydim. O'rtoqlar, men hozir yangicha nakazani o'ylab topdim. Давайте, hozir buni yo'lidan birinchi chiqqan bolaga tukaramiz. Bandada kimdir bo'lsa kerak, tualetdachi? Maqsud bor ekan-san, xalashni ichimga yo'q. Xo'sh, men o'ylashim ochib o'tgan kimdir bor. Ey bilan! Qarang, mana sizga bitta qo'rqinchli topshirig'im bor. Agar siz u topshiriqdan o'tasiz, men sizga 500 ming so'm beraman. Va challenge davom ettirasiz. Bu taklif faqat sizga aytaman, lekin hop yoki yo'q. 500 ming so'm. Hopmi? Let's go bo'lmasam. Va mana o'sha Bobriloga tayyorlangan nakazaniya. Bu Toshkentdagi eng qo'rqinchli attraksionlardan biri. Va hozir bunda Bobrilo uchadi. Va qani ko'ramiz. Bobrilo bu attraksiondan qo'rqib ovoz chiqararmikan yoki yo'q. Endi tepada omon bilmaydi deb gapirolmasligi uchun o'zim ham oldida o'tirib olaman. Let's go bo'lmasam? Hammaylar do'stlar, sizlar albatta like bosib qo'yinglar, chunki 77 mingta like bundan ham qiziqarli video chiqadi. Va albatta 20 ming yangi obunachi kerak menga. Shuning uchun hozir obuna bo'ling. Eng qizig'i, men o'zim qo'rqib mazza qilib baqiraman hozir. Bo'lmasam boshladik. Baqirmaysiz qilib? Aniqmi? Oy! O'rtoq bolalarni qaranglar. Bu вообще baland. Yo'q. Bobrilo baqiraversangiz, lekin yutqazasiz qo'y oldini. Baqiraveray dedim. Hoziroq obuna bo'lib qo'yinglar. Bobrilo gapirasizmi? Nadir qolsiz. Ishonmaysiz, baqirmasligingizga, chunki вообще qo'rqinchli bu. Qalay ekan? Umuman qo'rqinchli emas. Ham tepani qaranglar. Voy, lekin manzara chiroyli. Oyoqchalarimga necha? Da. Bobrilo bo'yda jim va hayron. Tugasa iltimos bo'ldi. Yuragim chiqib qoladi hozir. Hech kim tepaga chiqdi. Tugadimi shunda? Do'stlar, Bobrilo mana bu challenge bilan o'tdi. Qani Bobrilo? Ichu, reaksiya qanaqa? Banda chotki. Chunki men yutaman. Lekin Bobriloni bilmadim, men mazza qilib baqirdim. Chunki menga baqirish mumkin. Bobrilo esa mana bu Bobrilo yiqiladi deb o'ylagan challenge o'tib ketdi. Mayli, bo'lmasa men endi yana dachiga qaytib bu challenge-imizni davom ettiramiz. Men sen bilan komandamiz. Birga sen bilan Maqsudni basseynga otamiz. Bo'ldi. Ha, 5 shon. mendan nima xohlaysizlar? Mengami? Aha, yur biz bilan. To'xta, ko'zingni yum. Qo'lingni cho'zasan, ikkinchisini ham. Qo'yib yuboringlar. Kerak emas. Jinnimisizlar? Hozir bizdan ko'rasan, seni suvga otib yuboramiz. Qani gapir. Bo'lla qani? Qani gapir. Indama, suvga otib yuboramiz unda. Nima qilsizlar? Stop! Chunki bo'ldi. Ana endi navbat challenge. Voy, bular bir-birini qiynashqari. Maqsud, nima qilmoqchisan, gapir? Otib yuborishmoqchi edi. Sizlar hali 2 kishi bo'lib Maqsudni qiynadinglarmi? Voy, bular. Davay, bo'ldi, ketdik. Ukam, omading kelib qoldi. Hali ko'radi bu. Bu qilgan ishlari uchun qasos olaman. Va endi bo'lmasam navbat challenge-ga. Va bu challenge-imizning nomi g'alati tamli sirli qutilarni tanla. Hozir o'ylab topdim, bilinib turibdi, lekin bu challenge qoidasi juda ham sodda. Ya'ni hozir sizlar birin-ketin mana shu sirli qutilardan tanlaysizlar. Va har birining ichida har xil yeyishga noqulay bo'lgan narsalar bor. Masalan, juda ham achchiq narsa yeb turib, achchiq do'rsanglar, challenge-dan chiqib ketgan bo'lasizlar. Hamma tushundimi? Ha deydi, qani ketdi, bir ko'ch. Hammaylar bo'lmasam birinchi bo'lib Bobrilo tanlaydi. Xohlagan qutisi tanlang. Eng burchidekismi? Va o'rtoqlar, Bobriloga tushgan narsa bu. Tadam! Voy, nima bu? O'rtoqlar, bu murch ekan, murch. Buni hozir qanaqasiga yeydi? Hammaylar, hozir buni yeyishni ko'ramiz. Keling. Voy. Qilib ko'ring. O'rtoqlar, bu hayotimda ko'rgan eng jirkanch narsa yegan. Davay. Xuddi shu payt stop. Agarda Bobriloni mana shu murchni yeganini ko'rmoqchi bo'lsanglar, like bosinglar va obuna bo'linglar. Davayte, mana shu narsa uchun sizlarga 3 sekund beraman. Chunki 3 sekundda buni qilish qiyin. O'zingizlar sinab ko'ringlar. Agarda tayyor bo'lsanglar, 1,
2, 3. O'ylashim bo'yicha sizlar bu 3 sekundda like bosib, obuna bo'lishga umid qildinglar. Agarda o'xshagan bo'lsa, kommentariyada o'xshadi deb yozib qoldiringlar va Anina Bobrello. Давай, yeng murshlan. Давай. Voy, hamma yoq sas ketdi. Bor yo'q sizin. Hamma yoq sas ketdi. Voy, bire, давай, sizlar qaytinglar. Challenge hali davom etadi. Давай, ketdik. Ey, suv yo'q ekan-ku. Suv yo'q ekanmi? Давай, bu yoqqa kel. Suv yo'q. Og'zidan achib ketyapti. Suv yo'q. Do'stlar, suv yo'q. Tualetda suv bor ekan. No, hamma bo'lmasam Bobrello og'zini qatada chayib kelsam, chunki ichkarida suv yo'q. Lekin bizning challengeimiz davom etyapti. Va endi esa tanlash navbati Oybekaga. Xohlagan qutingizni tanlang. Shu qutimi? Va Oybek tanlagan bu sirli qutining ichida eng nordon konfetcha bor. Bu juda ham nordon bo'lgani uchun kichkinagina. Давайте. Ochib yiyin. Oy, kichkina va oppoqqinami? Usti ham даже tuzlimi, bilmayman nimadir. 1, 2, 3. Qani yuting. Hop. Ya, hali tammi? Hammaylar o'rtada ko'rib turganidek Oybekga qiynalib turadilar. Bu paytda esa biz yana bitta sirli qutini tanlaymiz va buni esa Sardorjon tanlaydi. Bu quti ichida qalampir bor edi. Qalampir yeb gapira olmasligingiz kerak. Tayyormisiz? Ketdi bo'lmasa, davay, bu challenge-dan o'ting, agarda o'ta olsangiz. 1, 2, 3, davay! Hammasini yeb tashladi. Hammasini yeb tashladi. Albatta do'stlar. Shoshma, bu gapirganga hisoblanmaydimi? Hisoblanadi. Gapirganga hisoblanadimi? Sardor, sen nima deysan? Gapirganga hisoblasa bo'ladimi? Yo'q, menimcha. Gapirorsiz, chiqib ketarmidingiz challenge-dan? Maqsadi qara, raqibini chapormoqchi edi. Hammaylar endi bo'lmasa Maqsudjon, senga bu oxirgi quti qoldi va bu qutining ichida limon bor edi. Va albatta do'stlar, bu video mana shunaqa limon, ya'ni million prosmotr bo'lish uchun like bosib qo'yinglar. Va давайте, homiligicha tishlar bor. Achigandan qilib gapiraveradi menimcha. Va endi boshlanishiga limonni ochib olamiz. Davay Maqsudjon, davay. Tayyormisan Maqsudjon? Limon yeyishga? Men mana shu limonni yeyman, sizlar like bosasizlar. Voy, men qarab turaman. Ko'zlarga sochilib ketdi. Davay. Qiynalishini ko'ribman, mazza qolman. Ay, pauza challenge bundan battar qiynaladi bu. Shunda qara. Shunda sen odamga aytgandek, limon yedi. Endi nima qilish kerak? Like bosish kerak. Давайте o'rtaga gapirib turinglar. Va endi bo'lmasam do'stlar, challenge tugadi. Va hamma xohlagan narsasini qilsin. Do'stlar, hozir bolalar o'zicha nimadir qilib yuribdi. Ammo esa qo'limga Bobrelloning telefoni tushib qoldi. Va bilasizlarmi, nimani topib oldim? Qaranglar, o'zimning kontaktim Omonxon deb yozilgan, to'g'rimi? Endi men bu kontaktni Omonxon o'rniga Oyijon qilib o'zgartirib qo'yaman. Tushunasizlarmi? Ya'ni bundan keyin men hozir Bobrelloga telefon qilganimda, bu men oyim telefon qildi deb o'ylaydi va allo deganidan keyin gapirib bu challenge yutqazib chiqib ketadi. Va shunaqa qilib men bu ayyorona rejamni amalga oshirish uchun Bobrelloning telefoniga o'zimning nomerimni Onajon deb saqlab qo'ydim. Nima qo'ydirsizlar? Men buni qaranglar, o'rtalar siqilib qoldi achchiq narsa. Achchiqmi? Aytgancha Bobrello telefon zanti yotibdi. Nima bu? No, все, bolalar, давайте nimadir qilinglar, vaqt o'tkazinglar. Ammo esa hozir sizlarni qiynashga tayyorgarlik ko'rib kelaman. Meni og'zim yonyapti. Ay! Va endi bo'lmasam do'stlar Bobrelloga telefon qilamiz. Ko'tar Bobrello, ko'tar. Allo, oyi, gapira olmaymanmi? Allo, bolajonim. Nimaga gapirmaydimi? Nimasi bu? Даже rasmni o'zgartirdim o'rtoqlar Telegram'imga Bobrello uchun, lekin Bobrello baribir ishonmadi. Bilasanmi, men jahlim chiqib ketdi. Shuning uchun ham endi bo'lmasam nakazaniyalarni ketma-ket berib tashing. Va shunda sizlarga yanada qiziq bo'ladi. Va bolalar, sizlar esa yig'ilinglar. Chunki endi bo'lmasam nakazaniyalar qutisini ko'ramiz. Endi bo'lmasam navbat nakazaniyalarga do'stlar. Hali ham bitta ham ishtirokchi chiqib ketgani yo'q, lekin aynan mana shu nakazaniyalar ketma-ketligida hozir kimdir chiqib ketadi. Qo'limda sirli quti va bu qutining ichida har xil qog'ozlar bor va bu qog'ozning ichida har xil nakazaniyalar yozilgan. Va birin-ketin tanlaysizlar. Kim birinchi bo'lib tanlaydi? Okey, Sardorjon tanlasin. Va Sardorga tushgan nakazaniya bu. Stop! Qanaqasiga boshidan bunaqa omad kelishi mumkin? Va bu yerda like bosib yozilgan. Ya'ni bu degani sizlar like bosib qo'yishinglar kerak va Sardor nakazaniya bajarmaydi shunda. Ya'ni Sardor nakazaniyasi sizlar like bosishinglar. Давайте do'stlar, bu nakazaniya bajariladimi yo'qmi oldin bilishimiz kerak. Buning uchun sizlar like bosishinglar kerak. Xo'p, kutamiz like bosishlarini. 1. Chunki sizlar like bosgandan keyin Komil Qahorov bundan keyingi videoda kim qabrdan chiqib yutadi challenge-da qatnashib beradi. 2, 3. Nima deysiz, bular like bosdimi yo'qmi? Bosishdi. Unda siz shart bajardingiz. Keyingisiga o'tiring. Endi sizlar qoldinglar. Davay, tanlang chiqani. Nima shart chiqar ekan?
Xo'sh, va Bobrilga tushgan narsa bu. Legolar ustidan yurish. Va demak, biz Bobril uchun Legolardan yo'lakcha qilib beramiz. Va mana shu Legolarni bosib qiynalib yurish kerak bo'ladi. Va agarda o'shanda ay deb gapirib yuborsa ham, bu challenge chiqib ketadi. Va endi bo'lmasam navbat Bobrilning nakazaniyasiga. Va bu nakazaniyada mana shunaqa Legolar ustidan Bobrilga yurish kerak bo'ladi. Va men u yurish uchun joy tanlayman. Qara. Mana shu Legolarni mana qara, menga o'xshab bosib, qach oyog'ingizga kirib ketsa, ketdingiz. Xo'p, tayyormisiz? Lekin qarang, ozgina bo'lsa ham ovoz chiqarsiz, bu challenge yutqizasiz. Xo'pmi? Ko'rasizlar, o'rtoqlar, men aqlli odamman, prosta bo'la ham sal aqllilik qilyapti-da. Ket, sekin. Hayda, bosib. Oyog'ini ovoz eshitadi, dashmanga qichilgani. Hozir yomonda bosdi lekin. Nimaga bunaqa bo'lib o'zini qiynaydi? Prosta gapirib yuborsa bo'lib chiqib ketadi-ku. Ozodlikka erishadi axir. Shunaqa yutish sizga kerakmi? No, понятно. No, hammayli o'rtoqlar bo'lmasam, yana nakazanalarga qaytamiz. Ana endi atigi 2 kishi qoldi. Lekin nakazanalar ham shungacha qiyin. Va endi Maqsud tanlaydi. Bittasini tanla. Va Maqsudga tushgan nakazaniya bu. Voy, qiyin-ku bu. Bosk bilan terisini yulib olish. Ya'ni o'rtoqlar, shilib narsani qo'liga bundan sepamizda, uni bit yulamiz o'rtoqlar. Voy bala, vazifafshi bo'ladi o'sha o'ringlar. Maqsud nozik joydan ushadi. Va ana endi qiynalish navbati Maqsudga. Va o'rtoqlar, mana buni qaranglar. Yopishoq narsani ko'rasizlar, mana bu yopishoq narsani. Hozir shu orqali biz Maqsudning qo'lini pachchag'ini chiqaramiz. Qo'lingni ko'rsat. Chiqar mana. Aytgancha o'rtoqlar, bu narsa juda issiq narsa. Bu narsa как будто issiqqina saqich o'xshaydi. Va bilasizlarmi o'rtoqlar, yanada issiq narsa nima? Bu albatta sizlarning obunalar. Chunki 20 ming obunachi bu videoga kelish kerak. Chunki Omonxonni auditorsini kuchini biz kommunikatsiya ko'rsatishimiz kerak. Stop. Qo'chma to'lab qoldim. Bilasizlarmi nima? Agarda bular mana shu shartni bajarsa, biz bu videoning ikkinchi qismini ham olamiz. Davayte, obunachilar mazza qilsin. Ha? Va u qismda men ham ishtirokchi bo'laman va hakam Maqsud bo'ladi. Ya'ni Maqsud mendan qasos olishi mumkin. Agar sizlar shunaqa video chiqishini xohlasanglar, albatta like bosinglar. 77 ming like va mana shu videodan sof 20 ming obunachi. Ana endi mana qaranglar. Mana. Oy. Hozir Maqsudning qo'llari tuksiz bo'ladi. Va endi esa men kutgan paytli keldi. Ya'ni yulaman. Maqsud gapirib yuborsin, lekin chizdan chiqib ketasan. 3 2 1 Stop, qarama, men artib olish kerak ekan. Yana yopishtirdim. Yana. Voy, mana qo'lini qaranglar. Qo'li tiksiz bo'lib qoldi. Eng qizig'i ikkita qo'lini ko'rsatdim. Bitta qo'li tikli, bitta qo'li tiksiz bo'lib qoldi. No, hammaylar endi bo'lsam qolgan ishtirokchilarni qiynashga ketdi. Ana endi bo'lsam oxirgi ishtirokchi va oxirgi nakazaniya. Bu nima? Qani aytingchi? Voy, ozgina qoldi gapirsizlar, ko'rdinglarmi? Yaqin soatlar ichida kimdir gapiraveradi, chunki juda yaqin kelyapti. Va oling oxirgi nakazaniyani. Va bu nakazaniya, men bilaman, mixli taxtani ustida tik turish nakazaniyasi bu. Va bu menimcha eng qiyini. Va ko'ramiz qani Oybekka chidolarmikan. Va ana endi do'stlar, biz mana shu mixli taxtamizni olib keldik. Oy, Oybekka tayyormisiz? Mana bu qanaqa o'tkir. Ana endi esa siz xuddi shunaqa sakraysiz. Va qani ko'ramiz, siz xuddi shunaqa portlab ketasizmi yo'qmi? 1 2 3 ketdi. Gapiring. Og'riryaptimi? Qanaqasiga og'rimasligi mumkin? Gapiring. Og'rigani yo'q. Og'rimayaptimi rosta? Qani? Bular meni hozir shunaqa aldadilarmi shunda? Ana endi aytib Oybekni qiynayman. Xuddi shu paytda Maqsud mendan qasos olmoqchi bo'lib, o'zini alamli rejasini o'ylab qo'ygan ekan. Va endi bo'lmasam bolalar, men sizlarni mazza qilib qiynab bo'ldim. Xohlagan narsalar qilishim mumkin. Rasmlar esa, oho, mazza qilishyapti-ya. Kim aytadi shunda? Gapiraveradi bo'ldim, gapirmadi, hammaylar. Aman esa qo'limda o'rtoqlar. Meni yoshligimda orzu qilgan o'yinchog'im, ya'ni pultli mashina. Menimcha sizlar ham yoshligingizda pultli mashina orzu qilgansizlar. Va bu pultli mashina meni umrimdagi eng katta orzuyim bo'lgan. Ketdik hozir. Qara. Yo'q. To'g'riga bor kuchi bilan yurgizamiz. Davay! Tema. Tegma! Tupbo'ymisan, Maqsud? Ya, nima bu? Ajab bo'lsin, battar bo'lsin bu. Mana qaraylik kulishini. O'rtoqlar, yoshligidan beri orzu qilgan narsam edi, va qilganishni qaraylik. Mana yo'qolsa, mayli.
Lekin anenda ham masaladan battarroq qasos olaman. Buni hozir ko'rasizlar, davay. Va shu tarzda meni suyukli mashinachamni yoqib yuborgan Maqsud mendan qochib yashirinib oldi. Xullas bo'ldi. Kim bu challenge-ni rostdan yutmoqchi? Agarda rostdan ham yutmoqchi bo'lsangiz, men aytganim qilinglar. Hozir Maqsud menga berilgan sovg'ani yo'qordi. Chonsalar menga kerak narsa yo'qoldi. Bu to'g'rimi? Yo'q. Shuning uchun ham biz hozir Maqsudni qiynab chiqara olamiz challenge-dan. Kim men bilan? Hammamizmi? Davay bo'lmasa. Keling, davay. Maqsudjon, sen endi o'lding. Yes. Davay, qidiringlar Maqsudni. Maqsudlashib yashamagan. Qatla Maqsud. Qatla. Все. Давай, olib chiqinglar. Ana endi Maqsuddan qasos olamiz. Bu yoqqa Maqsud. Qo'yib yuboringlar, ey. Bu qo'l qildimi? Gapirdi все. Davay, chiq tashqariga. Chiq. Nima shu bilan qutuldimi deb o'ylaysanmi? Buni yanada qattiqroq qilaymiz. Muzdek tashqari qo'yib yuboringlar, ichkariga kiray bo'ldi, yutqizgan bo'lsam ham. Yo'q, chiq, ket tashqariga. Qo'yib yuboringlar, sovuq. Ana endi Maqsudni qorga olib chiqamiz. Oling, tuxumlarni. Ketdik. Oldik. Voy, sovuq. Qo'y. Mana bu qorni qaranglar. Men ochil. Davay. Qo'yib yuboringlar. Davay. Kerak emas. Uch kimga Qochadi. Gapirdi bobur. Gapirdi. Gapirvordingiz. Boburova gapirvordi do'stlar. Demak, Boburova ham bu shahar chiqib ketdi. Bilan, shundoq orqamdan tuxum yetib keldi, men unga qaranglar, ichida masa aqtish dedim-da. Voy, mazza qilman do'stlar. Men просто ни за что yeb oldim, chunki просто emotsiya berib ketdim. Boburova, bu challenge yutqizdi do'stlar. Voy, qanaqangi chiroyli bo'ldi hozir. Конечно, alam chiqyapti, chunki просто shunchalik qiynalib, menga bitta tuxum teganda alam chiqib, voy, aqtish dedim. Voy! Ichiga qor sovordim, qochdik. Boburovga, Abdushiy Boburovga rahmat do'stlar. Lekin bu hozirgi qiynog'imizda Boburov bilan Maqsud chiqib ketdi. Eng достойныйsi yutsa mana shu challenge-da. И, конечно, kommentariyada kimligiga yozib qo'ying. Va bilasizmi, Boburov nima? Sizga motivatsiya bor. Nimaga? Biz bu o'yin maqsadini e'lon qildik video boshida. 77 mingta like va 20 ming yangi obunachi. Agar ular buni amalga oshirsa, biz yangi qabrdan chiqolsa yutasan challenge olamiz. Va mana shu yerdan ikkinchi qismini olamiz. Va bu ikkinchi qismida men ishtirokchi bo'laman. Значит, men sizdan alamimni olaman. Nima bo'lishi mumkin? Jostki qilib qiynayman paytda hozirgina like va obuna. Srazu ikkita knopkani bosasizlar bo'ldi. Biz esa bu ishni qilamiz. Xo'sh, do'stlar, ko'rib turganlaringdek, biz finalistlarni aniqladik va hozircha bolalar finalga chiqqandan xursand. Lekin ular bilishmaydiki, ana endi eng qattiq nakazandalar boshlandi. Va bularni ko'rsa albatta like bosinglar o'rtoqlar, chunki men tezroq va ko'proq video chiqarmoqchiman. Va bu uchun sizlar like va obunalik kerak. Ko'rib turganlaringdek, do'stlar, hammasidan foydalagan. Men esa hozir Sardorni qiynamoqchiman. Chunki challenge boshdan beri hech kim cho'lagani yo'q va ularni qorni och. Menda esa somsalar bor. Va bilasizlarmi nima qilaman? Somsani ichini ochaman-da, ichiga qalampir solaman. Mana bundan qaraganda bilmay to'g'ri, mana qarang. Va endi esa mana shu achchiq somsani beramiz. Ketdik. Va insoyis aydi baqirib yuboradi. Men bularga o'xshagan ahmoq emasman. Men undan ko'ra uxlayman. Abed, bolalar, Abed, Sardorjon. Abedga chiqamang bitta somsa, chunki boshqa hech joyimiz yo'q. Va bilasizmi, eng qizig'i nima? Agarda siz mana shu somsani 20 sekund yebersangiz, sizga yana bitta somsa qo'shib beriladi. Shuning uchun tezroq yeysiz bo'la. Tushundingizmi? Tayyormisiz? Faqat tez yeyish kerak. 3 2 1 davay. 1 2 3 4 5. Voy, qalampir tishladi. Ana qaranglar. Voy, gapir. Yoqqa qochasan. Voy, bilan, bu yoqni ko'rmay tufur tashlab. Men uxlamaslik uchun zo'r ideya o'ylab qo'ydim. Bularning kallasi ishlamaydi-da. Do'stlar, cho'tta Oybekka hayton qursalar-a, finalga chiqdi. Va endi ularni qiynaymiz mana shu bilan. Mana shu qayticha bilan hozir kiyimlarini yirtib tashlayman. 2 metr o'tmay, ay devorsa bo'ldi, o'rtoqlar. Bilmasdan so'z gapiraveradi. Chunki bu challenge hamma bilmasdan gapiraveradi va shu yutqizadi. Yaqin oyi. Kompyuter qo'lida turibdilar. Davay endi sekin oldilariga boramiz. Oybek ham o'sha ishga berilib ketdilar-a? Nima qolsin-da? Kompyuterda pullarni nazorat qilamiz. Gapiravering. Gapirmaysizmi? Yo'q. Gapirmasiz kimingizni yeb tashlayman. Baqirmaydimi odam? Ay demaydimi?
Nimancha Oybekka O'zbekistondagi birinchi odamni kim yetirayotgan baqirmagan. O'tirishini qaranglar, farqi yo'q deydi. Nima sizda har doim shunaqa bo'ladimi? Ha. Ana endi ham men bularni qiynash uchun moshni nakazanalik challenge qilaman. Bu shunday so'z baqaveradi. Sizni men jahlim chiqadi. Valin bo'lsam navbat challenge-ga. Do'stlar, hozirgi challenge-da bular ikkalasi ham stressga bog'langan va kim mana shu stresslardan chiqib ketsa, bu challenge-da yutadi. Yutqizgan inson esa nakazaniga qoladi. Va agarda u mana shu nakazaniga tushgandan keyin baqirorsa, bu kim oxirgi bo'lib gapirish yutadi challenge finalida yutqizadi. Qolgan inson yutib ketadi. No, hamma tushundinglarmi? Bo'lmasa 1 2 3 deyman, sizlar chiqish boshlasizlar. Bo'lmasam 1 2 3 chiqishni boshlaylar, davay. Oy oy oy. Qancha bor ekan? Kim qanchani berdi? Bersa. Oy do'stlar, Oybek ketdilar va Sardor yutqizdi. Nima deysiz yutqizganingiz uchun? Gapirmaysizmi? Talat, istamadim. Oybekka shu ish to'g'rimi endi? To'g'ri emas. No, hamma do'stlar Oybekkani bo'sh to'g'rimi yo'qmi? Kommentarda yozib qoldiringlar. Lekin qoidalar bo'yicha Sardor yutqizdi. Va ana endi bu videoni eng qiyin nakazanasiga Sardor qoladi. Ko'ring, faqat yig'laman. Oy 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 do'stlar, biz Sardorjonni shunaqangi qattiq bog'lab oldikki, ya'ni endi u qimila olmaydi. Va nima deb o'ylaysizlar, nimaga bog'ladik? Qani kim topa olar ekan? Bu hamma topishlik uchun sizlarga atigi 3 sekund vaqt beraman. 1 2 3. Men baribir topa olmaysizlar, chunki yaxki ko'rmasin. Nima qopdi u? Va o'rtoqlar, biz Sardorjonga ilon olib keldik. Oybeka! Oybekani qo'rqishini qaranglar. Sardorjon, gapira olasanmi? Do'stlar, videoni xuddi shu joyda albatta like bosib qo'yinglar. Chunki bu video 77 mingta like yig'ish kerak. Voy, menga qirq yot. Va albatta obuna ham bo'linglar, chunki agarda bu videodan 20 mingta obunachi kelmasa, mana shunaqa qiziqarli videolarning davomi chiqmaydi. Davay bo'lmasa. Bo'ldi. Voy gapirordi. Bo'ldi. Qo'y, bo'ldi. Ol iltimos, omon qol iltimos. Ay, boshlayapti, ol. Ilonli testimizdan Sardor ishdan o'tolmadi. Do'stlar, shu bilan biz finalning raundni ham o'tkazib oldik. Va orqamda bu challenge ishtirokchilari. Va biz banihoyat bu challengening g'olibini aniqladik. Va bu Oybeka emas. Oybeka emas. Bilasizlarmi nimaga? Chunki biz xuddi shu paytda sal o'tmishni eslashimiz kerak bo'ladi. 5 soat oldin. Va ana endi bo'lmasam do'stlar, qo'limda kraska va bilsanglar o'rtoqlar, bu kraska umuman o'chirilgan kraska. Lekin hozir men bu BMW mashinasiga kraska sepib tashlayman. Mana qarang. Eng qiziq, Oybek ichkaridan bitta qarachi, eshik ochib. Ichkaridanmi? Oybek, bitta qarang. Ha? Oybek, mana. Mashinasiga kraska sepib tashlayman. Judimiz Voy, hamma yog'im qo'l bo'ldi. Gapirib yubordingiz. Eng qiziq yaqin olgan. Bu yerda paket bor edi. Chunki o'rtoqlar, yepenga mashinaga sepib bo'lmaydi. Menimcha bu yerda g'irrom bo'ldi. Mashina bilan nimaga anaqa qilyapsiz? Meni gapirtirishga harakat qilyapti. To'g'ri, ziyon yetkazasiz, lekin chit bo'ldi, g'irrom bo'ldi. Bunaqa tez chiqib ketaman deb o'ylamadim. Umuman nozik joyimni topib olib, shunaqa qildi. Bir hafta ham bo'lmadi, chunki bu mashinani olganimga. Bu bo'lsa, meni yangi mashinamga kraska sepmoqchi bo'ldi. Keling, siz bilan trans kelishamiz. Siz bu chavandan chiqib ketdingiz-da? Ana endi bo'lmasam, siz menga yordam berasiz va biz u qolganlarni ham chiqarib yuboramiz. Bo'ldi, menga priz bormi yordam berganimga? Sizga obunachilardan respekt bor. Yangi mashina olganingizga tabriklab qo'yishadi. Bo'ldi. Lekin Oybekka qarang. Biz sizni chiqib ketganingizni aytmaymiz. Ya'ni men sizni nima qilib bo'lsa finalgacha chiqaraman va finalda siz bilan birga chiqqan odam yutadi. Bo'ldi. Muammosiz. Ya'ni bu challenge'ning g'olibi bu Sardor. Chunki Oybekka boy baxil o'rgandim. Seryozni? Shunda hozir boshdan hozirgacha просто hammani aldab keldilar. Va bu challenge'ning nomi kim oxirgi bo'lib gapirsa yutasan edi, to'g'rimi? Po fakti oxirgi bo'lib Sardor gapirdi. Va demak, Sardor bu challenge'da g'alaba qozondi. Qulog'im og'rib qoldi balar ekan. Va albatta xuddi shu paytda do'stlar like bosinglar va obuna bo'lish knopkasini bosinglar. Albatta 77 ming like va bu videoning davomi qo'shimchasiga o'sha sizlar mendan kutayotgan va so'rayotgan kim oxirgi bo'lib qabrdan chiqsa yutadi challenge-ni davomi chiqadi. Va eng muhimi bu obuna bo'lish. Chunki bu videodan menga 20 mingta yepenga obunachi kelish kerak. Bo'lmasam Komil Qohorov meni videomga chiqishga rozi bo'lmas ekan. pulimni kim beradi? Obunachilar.
Rostdan ham mana shu Sardorning karta raqami va uni shuncha qilgan mehnati necha pulga arziydi deb o'ylaysizlar? O'shancha summani mana shu kartaga tashlang. Qani ko'ramiz, mana obunachilarim Sardorga necha pul yig'ib berar ekan. Va mana shu yerda esa meni yana yangi videom turibdi. Hozir o'tib ko'ring.